Bugun sizlar bilan Munisa Rizayevaning Oka klipidagi obrazlarini obzor qilamiz. Qani ketdik. Men razbor qilamiz. Men razbor qilaman. Kelaylik. Birga razbor qilaylik deb bir ikkita stilistlar chiqdi-ku. Prosta gapirmadim, javob ham bermadim, chunki reklama qilib bermaydim-da. Atak borib sochini yulmoqchi edim, to'g'risini aytsam. Shuncha ish, shuncha rasxod, shuncha stilistlar ishladi. Shunaqa gapirishgandan, конечно, обидно bo'ladi. O'zing birinchi o'zingga qara. Aytadi-ku, o'zingga boq deyshadi-ku. To'g'risida. Rahmat. Qo'shig'ingiz bomba. Rahmat, sizlarga yoqdimi shular? Rahmat. Qo'shig'ingiz zo'r chiqqan, baribir kafe ko'tarib. Asalchalarim, rahmat. Shunaqa meni xursand qildingiz. To'g'risida yemagan stilist-da o'zi. Birinchi o'rinda o'ziga qaramaydimi, o'zini sochini rangiga qaramaydi, kiyib olgan kiyimiga qaramaydimi? Lekin